Go's imtihonlaridan vlog. Birinchi epizod. Bu video to'g'ridan-to'g'ri yotoqxonadan olinyapti. O'rtoqlarim bilan tayyorlanish samaraliroq bo'ladi deb qochishga qaror qildim. Bugun 3-imtihonimiz musiqa adabiyot bo'lib, soat 8 da boshlanishi kerak edi. Shu vaqtda baxtimga o'rtog'im aytdiki, imtihon soat 9 ga ko'chirilibdi. Shu joyda o'ylab qarasam, biz qizlarning logikasi ajoyib. Biz yuzimiz blistech qilmasligi uchun matviy pudra sepamiz, pudrani ustidan esa blistech qilish uchun highlighter qilamiz. Axir hammamiz bilamizki, imtihonga ham aqlsiz, ham xunuk bo'lib borish xato. Va shu sababli men hech bo'lmasam bittasini to'g'rilashga qaror qildim. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri? Va bu yerda men благополучно imtihonlarimni topshirib bo'ldim. Keyin tezda narsalarimni yig'ishtirib ketayotganimda quyoshdan saqlanish esimga tushib qoldi, chunki meni kojam juda ham quyoshga chuvstvительный. Va buning uchun men Lagom Sunstick'ni ishlataman. Uyga kelib tezda narsalarimni almashtirib o'zimni rag'batlantirish uchun va nihoyat muzga chiqdim. Keyin yana yotoqxonaga qaytib quyosh yoqolmasidan oldin sizlarga video olishga qaror qildim. Qaytgancha shu joyda menga obuna bo'lib qo'ying, chunki menda moda, beauty va kitoblar haqida. To'g'risini aytsam, qanchalik kosmetikamni tez yuvib tashlasam, o'zimni shunchalik xotirjam va komfortda his qilaman. Bu bilan aslo men bo'yanishni yomon demoqchi emasman. Shunchaki chiroyli qilgan make-upingizni yaxshi tozalab beradigan sredstwalaringiz bo'lishini tavsiya qilaman. Qaytgancha storieslarda va beautydagi aktualnida barcha ishlatadigan produktlarimni topsangiz bo'ladi. Hammaga xayr!